Payg'ambar alayhisolatu vassalom aytadilarki, ar-rajulu ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhali. Kishi do'stining dinidadir deyaptilar. Shu sabab kim bilan do'st bo'layotganingizga bir nazar soling. Demak, bir kishi boshqa bir inson bilan do'st bo'lar ekan, uni yonida doim bo'lar ekan, uning fe'li, atvori, o'ziga yarasha har bir holatlari sekin-sekin do'stiga ta'sir qilishligi tabiiydir. Shuning uchun ham payg'ambar alayhisolatu vassalom bizga ta'kidlayaptilar. E'tibor qiling, nazar soling. Kim bilan do'st bo'lyapsiz? Atrofingizda kimlar yuribdi? Bir nazar soling, tafakkur qiling. Chunki uning har xil holatlari, hatto so'zlashi, gapirishi, qiliqlari ham asta-sekinlik bilan kishiga ta'sir qilishligi bor. Hajarul asvad, qora tosh, jannatdan chiqarilgan qora tosh. Ammo o'sha tosh jannatdan chiqarilganda oppoq bo'lgan, hajarul abyad bo'lgan.